yangi uy oldi va uydirmalar bo'ldi. Sarguzasht. Hammaga salom. Sizlar bilan men yana o'sha 20 bugun hozirgina uyqudan turdim. Yomon burnim bitgan. Shamolladim. Jin ursin, hammasi jonga tegdi. O'zi mana bu narsalarni kiyib chiqish kerak edi. Har doim shunaqa bo'ladi. Men ma'mul aytganim yo'q, mana buni aytaman. Mayli. Jin ursin, mana bu kiyimlarni kiymay chiqqandim. Endi nima qilyapti? Garangsirab. Odamlar sabiga tegyapti. Qur'onni ham mayli olib olamiz. Xo'p, hozir yuzimni yuvib olay. Do'stlar, boyagi uydan ko'chdim va mana bularni hozir olsam bo'ldi edi. Jimsin, mana bular. O'tishamiz mana. Uy tashlandi ekan, mana shularni sotib olib, mana shularni qildim. Mana bu yoqqa ketgan. Jimsin. To'g'ri, ovozim sizlarga yoqmayapti. Oldingi ovoz qaysin deganlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Draxning uyiga borish kerak. Jino'rsin, mana mening yangi mashinamni kaliti mana ichimda turibdi. Aynan sumkamda. Buni qaranglar, mashina nimaga garaj yo'q deganlar uchun garajning eshigi aynan garaj qurilgan. Garajning eshigi qani deganlar uchun garajga eshikni topa olmadim. Chunki bu mashina uchun sig'mas ekan. Jino'rsin, mashina bilan boray. Deyman, lekin hozir uzoqlarga sakrab borish kerak. Nima jino'rsin, bu yerda qishloqlar yuribdimi? Mana shu yerda bizning shaxsan prezidentimiz mana shu yerda o'tiradilar. Hatto oilalarini ham shu yerda boqadi. Mana bomjlar yuribdi har doimgidek. Mana buni ham qo'yib ketaveraman. Hop, mana yoqqa. Mana bu yoqqa. Bundan agina. Undan ko'ra bezorilik qilmaslik uchun mana shu yerni buzib qo'ysam mashinam ham kiradi, hatto o'zim ham chiqa qolaman. Men jino'rsin, bular nima bo'ldi? Umuman shu narsalar. Mana shu yerdan mashina kiradiganmi aytaman. Menimcha kirmaydi. Jino'rsin. Hozir do'stlar, mana obunachilarim, video like bosinglar. Tez men bu videoni qancha insonlar meni kuzatib borsam, lekin hali like bosishgani yo'q. Do'stlar, nimaga Ronaldo haqida juda ham ko'p videolar chiqyapti deganlar uchun Ronaldo jino'rsin. Bitta ishni deb shuncha harakat. Kiradigan bittaman. Mana. Mana buni olib joyiga qo'yib qo'yish kerak, yer blokni. Mana bularni hammasini tozalab tashlash kerak. Qanaqadir virusmi, oldinlar shunaqa narsalar. Aynan zombi apokalipsis videolarini ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha paytlar yog'ilgan cho'pchaklar. Xo'p, mana Draxning dadasi 2 soatdan beri mana ochaman deyman, kira olmayapman. Mana bo'ldi. Ochildi. Jino'rsin, mana bu nima qo'ygan? Xo'p, uy mana shu yerda edi. Eshik ochiq ekan. Drax. Qani? Drax? Jino'rsin. Assalomu alaykum.
Grayson tog'a. Alaykum assalom. Drankisning ketgan. Qayoqqa? Sen nima ishing bor? Menimcha Rossiyaga, shundaymi? Ha, Bekor ketibdi-da. Nima ishing bor? bormidi? Ha, ishim bor. Qo'pollikni qaranglar. Bunaqa qo'pol qo'shnilar bilan hech kim yashamasa kerak. Kal boshingga aytuvdim. Sinarsan. Mana men kutgan onlar. Buni qaranglar. Nima bu deganlar uchun. Bu mening yuradigan joyim. Oxiri yo'q. Kim bu bola? O'sha asabga tegdi. Backwiners'ni kim ko'rsa bitta like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Svetim mana. Bu yerda ham svet bor. Jennerson, shamol Jennerson. Seni kompyutering bor ekan. Men o'ynagani keldim. Yo'qoling. Jennerson tentak bo'lgan bu. Jennerson. 1 minut do'stlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ota-onalar yaxshi. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Yaxshimisiz? Bu qarang, nima qilyapsiz? Arqa qarang. Sen bunga yangi qochib kelsan, ha? Meni hamma taniydi-yu. Meni ismimni Kemis deb qo'yishibdilar. Yuhu! Qan soliqchan to'lanchi bu yoqqa. Qanaqa soliq? Soliqda korotchi. Anita kamera turibdimi? Qan boraylikchi. Qanisizlar, yaxshimisiz, o'zingizlar? Mana shu YouTube'ga kiryapti. Bilyapsan, tentak. Siz nima ishingiz bu? Pashol. Tushundingizmi? Mana shu suf turmas, umma asab tevra. Ular mana shunaqa tarbiyalash kerak. Bu odam bo'lmaysizlar, like bosinglar. Like bos. Wilson shu like ham. Wilson. Like bosmaysizlar, Xo'sh, mana hozir mana shuni to'g'irlasam, ana bo'ldi. Ha. Ana endi mana bu yo'llarda men har doimgidek mazza qilib har doim. Avval nima yopdim? Juda ham kulguli gaplarni men yopib qo'yganman. Xo'sh, mashinamda borsam bo'lar ekan. Jennerson. Militsiya xonalari ham juda ham yopilgan. Ayniqsa alamlisi militsiyalar mashinalarni hozir olib qo'yishyapti. Qishloqlarni solig'ini olib qo'yishyapti. Soliqchan to'landi, boyni hazillashganim. Uyni qulflashdan chiqibdi-ku. Bu yomon. Hop, hozir mana shuni ana bo'ldi. Eshik nima ochildi? Yaxshi qo'lib ikkinchisini tushunarsan. Hozir ana bo'ldi. Endi men ketsam bo'ladi. Mashina meni kutib ol, men seni yoningdaman. Ana ochamiz. Parkovkachani bunday qilaylik. Uyga chiqib olamiz. Xo'sh, hozir bu yoqqa. Xo'sh, mana
BMW'chamni qaranglar, qanday zo'r bu BMWcha. Vau. Mana shu qanday to'xtab o'tsam yaxshi bo'lardi. Mening eng eski videolarimda olingan uyim. Judayam zo'r. Sizlar esa o'sha paytlari like, kommentlarni poqillatmagansizlar. Dengi shaq. Tez bo'linglar, like bosinglar. Shift bos deyapti. Xo'p, mana oshiramiz. Xo'p, tez boramiz. O, juyursin, so'lga borardi. Mana sizlar kutgan mening uyim. Eshik ochiq. Voy, men uyim. Narsalarni qolib ketgandi. Shuni olgani kelgandim. Bu kimning kaltini bilmayman, lekin. Xo'p, bu yerda esa xodim ketdik. Kompyuterlarimni shu yerda sotib o'rganman. Radio esa lekin meniki. Buni olish kerak. Men yopishtirib qo'yganman. Meni o'zimni narsamni yopishtirib qo'ygan. Radioimni hech kim qo'lini tekkizmasa, qo'lini sindiraman. Mana meni 28 ta dollarim bor. 28,000 dollarim bor. Shodichani kim ko'rgan? Har doim ko'raman. Mana shu yerda pullar bo'lish kerak ekan, pullar. Akam Rossiyaga ketdilar. Hozir 1 minut postlar. Nimaga to'xtatib qo'yapsiz deganlar uchun endi aytaman-da. Hozir mana shaq. Qani tezlakchan bosinglarchi, hozir yana ot tashlayman. Telefonim bor. Do'stlar, mana qaytdim mashinam bilan. Ye, urvolardim Jennerson. Pravada kim kelgan? Jennerson. Yaxshi mashinamni o'toldi. Kuchni bergan ekanman, bo'lmasa o'lib ketgan bo'lardim. 3-6 kuchini mening Telegram kanalimda qanaqa ishlatishni o'rgatganman. U mod deb atalmaydi. Aynan uni freeze deb aytiladi. Mod deb atalmaydi. Freeze. Hozir mana shu kirgizib bo'lsam. Mana bo'ldi mashinamni. Shuncha joy borki hali. Tushunursiz. Tiqilib ket. Ay, tushunursiz. Shift bosib tushaman. Alam. Mashina orqasi tiyapti. Yo, banana. Qorayib qolgan banan kim yeydi bolalar? Kommentga men yeyman deb yozib ketinglar. Qorayib qolgan. Mana shuncha pullarni olib kelyapman har doim. Qiyshiq. Vajinirsin. Hozir uyimga pullarni qo'yib qo'ysam, keyin akam kelganlaridan keyin hammasini gaplashamiz. Mana buni qo'shib qo'ysam, katta pulim bo'lardi. Bu o'zimning shaxsiy pullarim.
Mana bu NPC emas bular. Hop, radioni mana shu qo'ysam. Mana ajoyib. Hop, buni qayerga qo'ysam? Mana shu yerga qo'yaman. Hop, ana ustiga o'tirib oldim. Hop, do'stlar, bugungi videoyim shundan iborat edi. Ovozim to'g'riladimi bolalar? Yo'q, derazalarni ochib ko'rish kerak. Qalam sovuq. Shu derazalarga nimadan urdiraman-da shkafim. Svituvchi. O'zi ikonam qilish kerak. Svitlar. Mana mashinamni bu yerdan ko'rib turaman. Iltimos mashina ochiq tursin. Sovuq ekan baribir. Ana ochiq-ku. Mayli do'stlar, keyingi videoda yana men bo'lishim mumkin.